Assalomu alaykum hammaga. Biz kutgan kun keldi. Biz Malak Salidamiz. Ko'rib turganingizdek bayramga tayyorgarlik juda ham qizg'in ketmoqda. Keling ulardan ish jarayoni qanday ketayotganini so'raymiz. Assalomu alaykum, ish jarayonlari qanday ketmoqda? Juda ham qiziqarli o'tyapti. Universitetimizda bayram juda ajoyib, chunki har bitta kafedra, har bitta viloyatni olib chiqishga harakat qilishgan. Kayfiyatlaringiz qanaqa? Prosta super! Kayfiyatlarimiz a'lo darajada. Milliyligimiz taralayotgan bugungi bayramda barchangizga bayramona kayfiyat tilab qolamiz. Bu yerda osh pishirish jarayoni juda qiziq ketmoqda. Aytishlaricha sizning oshingizni gurishlari o'zi yugurib ketadi. Bizni oshimizni hozir qozonda ochganimizda o'zi qoshiqlarga sakrab-sakrab chiqib ketadi. Bugun xudo xolisa Toshkentcha osh tayyorlaymiz. Bayramimiz yuqori saviyada o'tsin, fayzli o'tsin, barakali o'tsin. Sumalagimiz hammani xonadoniga yetib borishi nasib qilsin, barakali bo'lsin. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilamiz. Bugungi bayram hammasi sizlar uchun. Barchangizga yuqori kayfiyat, mehmonlarga xush kelibsizlar kelganimiz. Mana tadbirimizni eng qizg'in jarayoniga keldik. Kelinglar talabalarimizdan hissiyotlarini so'rab ko'ramiz. A'lo, вообще zo'r. Tadbirimiz juda ham ko'tarinki ruhda o'tyapti. Barchaga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Bugungi tadbir juda ham zo'r o'tyapti. Har doimgidek ko'tarinki kayfiyatda juda zo'r o'tmoqda. Bayram juda ham ko'tarinki ruhda o'tyapti. O'tgan yildagidan ham bunisi dahshat zo'r bo'lyapti. Rosa yoqdi menga. Shu dargohga kirishdan oldin dilingizga nimaiki yaxshi niyat tikkan bo'lsangiz, ortig'i bilan bersin Alloh. Yana bir bor bayramingiz muborak bo'lsin.